Bu videoni olish uchun men bu chekni 2 yil saqladim. Shuning uchun menga obuna bo'ling. Keling birga narxlar qanchaga qimmatlashganini tekshirib ko'ramiz. 2 barobarga qimmatlashibdi. Ariel kir yuvish kukuni 69 ming bo'lgan, hozir esa 79 ming. Sovun 1000 so'mga qimmatlashibdi. Jin pistasini hozirgi narxi 7490. Voy, bo'lishi mumkin emas. 20 ming turgan kofening hozirgi narxi 39900. Endi esa shok kontent. Bulg'or qalampiri 10 mingga arzonlashibdi. Smetananing narxi 14390 so'm edi, endi esa 17900 so'm. Hozir 8190, oldin esa 7290. 2 yil oldin qaymoqni 21900 ga sotib olgan edik. Hozir narx 31900. Lekin tan olish kerak, hamma narsa ham qimmatlashmagan. 12 ming turgan shakar hozir 10 ming so'm, 23900 va 28900. 15 ta tuxumning narxi 17900 so'm bo'lgan. Hozir esa 21490 so'm. Va eng stabil brend bu Bliss sharbatlari. Narxi umuman o'zgarmagan. Umuman olganda 2 yil oldin bu narxga sotib olgan narsalarim bugunga kelib shuncha bo'ldi.